Endi esa bu har ikkala jamoa vakillari uchrashuvdan oldin bir-birlariga omad, yarim himoya va qanot futbolchilari yangi o'yinchilarni ko'ryapmiz. Yoshroq futbolmadi. O'rozov Stanoyevich biroz oldinroqdan joy. Hushtak chalindi. Marko Stanoyevich to'pni ortga qoldirmoqda. Kucherenko darhol oldinga. Birinchi daqiqa ko'rib olamiz, kuzatib olamiz. Keyin esa jamoalar tarkiblari. Stanoyevichdan pas. Zarba, aniq edi zarba. Gedish jarima maydoni ichiga to'pni otib bermoqda. Akrobatik uslubda zarba! Qanday urinish! Zarba yo'lladi. Tayyorgarliksiz. Hakam ruxsat bermoqda. Zarba yo'llandi, aniq edi. Yagudin Ravshanda asosiy yukni qabul qilib olmoqda. Gedish va Karpevich nisbatan hujumga o'tayapti. Futbollarda imkoniyat bor. Aldamchi harakat, zarba! Qanday qaytardi hozir Yagu bir qo'li bilan to'pni qaytarib qoldi. Ko'ring, himoyachidan qaysidir ma'noda sovg'a. Jiyanovdan yana bir yuqoridan to'p yetkazilmoqda. O'rozov qaytardi. Anvarjon Hojimirzayev hozircha ko'p ham tezligini ishga solmayapti. Anvarjon bir raqibni ortda qoldirdi. Pas chap qanotga aniq harakat imkoniyat bor, zarba. Qanday o'yindan tashqari holat nazarimda yo'q edi. Ratinyodan hujumga pas. Imkoniyat bor. Tashlab qo'yilmoqda va qutqardi hozir himoyachi. Darvozaga yo'lladi. Takroran tomosha qilamiz. O'yindan tashqari holat yo'q edi nazarimda. Mana e'tibor qarating. Aniqmidi zarba? Bu so'roq beradi Marko. Yuqoridan pas. Bosh bilan zarba. O'rozov chiqdi. Hech kim xalaqit bermadi. Jahongirga. Birinchi bo'lim o'z yakuniga yetmoqda. Navbahor Dinamo hozircha taym ko'rdik. Vaziyatlar ko'p bo'ldi. Har ikkala hozir Navbahor tomoniga to'liq o'tdi. So'nggi daqiqalarda Odilov, Jiyanov pas xavfli edi. Zarba nazorat maydoni egalarida. Yana yuqoridan imkoniyat bor. Odilov maydon tashqarisiga chiqib ketdi deb ko'rsatyapti-yu, ko'raylikchi. To'p o'tdi. Ko'proq burchak to'plari 7 ga 3. Zarba! Yaxshi imkoniyat edi Anvarjon Hojimirzayev. Bundan foydalana olmayapti. Mana qarang. Lahzaga Mirjahon Mirahmadov saqlab qoldi pas. Ochiq hududga endi chap qanotdan hujum davom etadi. Stanoyevich zarba yo'lladi va darvozabon Umidjon Ergashev xavfni Ratinyo chapga Anvarjon Hojimirzayev Halilov o'zini taklif etmoqda. Anvarjondan zarba. Ancha xavfli chiqqan ekan. Anvarjon bosh bilan zarba. Dinamoda Mustafoyev, Halilov, Xislat tayyorgarlik ko'rmoqda zarbaga. Pas yomon emas. Kim tepadi? To'p qo'lga tekkandek.
va penaltimi? 90+4-daqiqa. Yana bir so'nggi daqiqalardagi golni ko'rishimiz mumkin. Salim Mustafoyev pas berayotgan edi, himoyachining qo'liga to'p tegdi. Tanaga keyin qo'lgami? Penalti amalga oshiriladi. Namangan farzandi Anvarjon Hojimirzayev zarba yo'lladi va Navbahor gol. Burchakka yuqoriga to'pni tepmoqchi edi Anvarjon. Gol uchrashuv o'z yakuniga yetyapti. Omad Anvarjon Hojimirzayevga kulib boqmadi.